Mana shu videoda juda ham muhim bo'lgan qoidalarni tushunib olasiz. Yaxshilab oxirigacha ko'ring. Demak, bizga fx funksiyani hosilasining grafigi berilgan. Hosilaning, eslab qoling, hosilaning grafigi berilgan. Xo'p, lokal maksimum nuqtalarini toping deyilyapti. O'rtoqlar, hosilaning grafigi berilganda maksimum va minimum nuqtalari mana bu nuqtalarda bo'ladi agar hosilaning grafigi berilsa. Demak, bizda maksimum va minimum nuqtalar jami demak 5 ta berilgan. Endi qaysilari maksimum, qaysilari minimum o'shalarni topib chiqamiz, qarang. Mana bu yer pastda manfiy, tepada plyus. Minusdan plyusga o'tgan joy mana minusda kamayuvchi, plyusda o'suvchi bo'lsa, bu minimum nuqta bo'ladi. Mana bu minimum nuqta ekan. Keyingisi bu plyusdan mana pastga tushib ketyapti, minusga o'tyapti. Bu albatta maksimum nuqta. Ya'ni plyusdan minusga tushish degani plyus o'sishida minus pastga tushish bo'lsa, bunday tutashtirsa qarang, maksimum tepalik hosil bo'ldi. Bu yer maksimum, mana bu yer minusdan plyusga o'tyapti, minimum. Xo'p, yana mana bu yer plyusdan minusga o'tyapti, maksimum. Mana bu yer minusdan plyusga o'tyapti, minimum. Bizga o'rtoqlar maksimumlari so'ralgan. Maksimumlari soni bu yerda ko'rib turganingizdek 2 ta ekan. Birinchisiga 2 deganini yozib qo'yamiz. Keyingisiga nechta nuqtada mana shu funksiyani grafigiga o'tkazilgan, fx o'zini grafigiga o'tkazilgan urinma y teng 2x minus 2024 to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi yoki u bilan ustma-ust tushadi degan savol berilgan o'rtoqlar. Endi o'zi urinma bo'lganda nima bo'lar edi? Funksiyani hosilasiga urinish nuqtasini olib borib qo'ysak, funksiyada k ga teng bo'laydi. Endi qanaydir urinma bo'lsa, kx plus b degan urinma bo'lsa, o'rtoqlar, mana bunga parallel, bu funksiyaga parallel bo'lsa, ikkita funksiya parallel desa, k1 bilan k2 teng bo'laydi. Demak, bizlar qidirgan k ham mana bu 2 bilan bir xil ekan. Demak, k2 ga teng ekan. Bu degani funksiyani hosilasi, o'rtoqlar, 2 ga teng bo'ladigan nuqtalar bizdan so'ralayotgan ekan. 2 ga teng bo'ladigan nuqtalar mana 2 degan to'g'ri chiziqda hosiladan shuni tortadigan bo'lsam, o'rtoqlar, mana 2 degan to'g'ri chiziq tortdim. Bizda jami nechta nuqta hosil bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 7 ta nuqtada mana shunday parallel yoki u bilan ustma-ust tushib qolar ekan. B savolning javobi bu yerda yozilmay qolibdi. Javob 7 bo'ladi mana. A siga 2.